Salom do'stlar, bugungi videoda prevyuda ko'rgan bo'lsalaring kerak, TDMda pro bo'lish, TDM psixologiyasi, ochilmagan sirlar, xullas TDMda qanday zalet kuchaytirish hammasini noldan o'rgataman. Bunda videoni ko'p cho'zmasdan boshlayveramiz. Birinchi poligonga kirib gapirganim ma'qul deb o'ylayman. Videoni 1 sekund ham o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalaring, hammani o'zlaringga opit olib chiqib ketasizlar. Videoda ovozli kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Birinchi navbatda zalyutdan boshlasak. Zalyut nima? Zalyut bu dushmanga o'qlarning qanday tegishi va yiqilishi. Hozir balandga pasaytirib olaylik. Misol qilib ko'rsataman. Mana otayotgan o'qlarning dushmanga qanday tekis borishi. Keyin yana bitta narsani bilib qo'yinglar. Nimaga menga ikkita uchta headshot kelmayapti, bunday faqat headshotni o'zi zalyut bo'lib qolmaydi. Masalan, ming zo'r bilgan TDM'laring ham har bitta killda headshot beravermaydi. Ular lucky moment, ya'ni omadli momentlarda berib qoladi. Berib tegib qoladi. O'shaning uchun zalyut lega faqat headshotga bog'liq emas. Blaniyasiga tegsa ham o'qlarning tekis fichir yetib borishi zalyut deyiladi. Keyin optimizatsiyaga to'xtalsak. Optimizatsiya bilasizlar, ko'pgina streamer, TDM'lar o'zini optimizatsiyasini chiqarib olgan. 30, 40, 50 mingda. Sizlarga bitta sirni ochaman. Shu yerda optimizatsiya bo'lmagan narsa. Ishoninglar menga, vobshe bo'lmagan narsa. Hech qachon ishonib qolmanglar. U qanday ishlaydi? Masalan, bironta streamerdan yoki TDM'dan optimizatsiya sotib oldinglar, to'g'rimi? Sotib oldinglar. Qo'yib o'ynaysizlar, regalaring kuchayadi. Nimani evaziga? Optimizatsiyaning evaziga emas. Bitta psixologiya rol o'ynayapti. Masalan, miyalaringda o'ylaysizlar, optimizatsiya sotib oldim qimmatga, pulga. Endi regam kuchayib, xuddi o'shanikidek bo'ladi deb o'ylaysizlar va o'yinlaring bilmagan holatda yaxshilanadi. Bu optimizatsiyadan bo'lmaydi. Psixologiyadan, miyada shu fikr ketgandan bo'ladi. Shu gap, optimizatsiya yo'q narsa, hammasi psixologiyaga bog'liq. Yana keyin PUBG'da va telefonda o'zining nastroykasi bo'ladi. U optimizatsiya deyilmaydi. Instagram, YouTube da chiqib olgan bir ikkita content makerlar, chala content makerlar. Ya'ni nima? Video qo'yadi, bir tenga qimmat maslahatlari bilan bir nimani fashalab, bir tenga qimmat vobshe foydasiz narsalar qo'yib, shunday qilsalaring regalaring kuchayadi deb aldaydi. Unaqa narsaga ham ishonmanglar. Bo'lmasa qanday kuchaytiramiz sizlarning regani? Qaranglar, men sizlarga bir ikkita maslahatlar beraman, ishlaydigan maslahatlar. Birinchi navbatda TDMda headshotni ovozini o'chirib o'ynanglar, muhim o'yinlarda. To'g'ri, headshotni ovozini o'chirsalaring tirs ovoz chiqmaydi. Video olmoqchi bo'lsalaring masalan, uncha chiroyli chiqmaydi, lekin headshotni ovozini o'chirib o'ynashda regaga foydasi bor. Bilgan biladi buni. Dunyo topdagi TDM'lar ham shuni o'chirib o'ynaydi. O'shaning uchun sizlarga ham men shuni maslahat beraman, o'chirib qo'yishlaringni. Bu birinchi maslahat edi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring full maslahat. Endi potni o'ynashga kelsak. Potni o'ynash nima? Potni o'ynash bu yopiq o'ynash. Bilganlar biladi, bilmaganlarga eslatib o'taman. Turnir pravillarida o'ynash, ya'ni har 10 sekundda info va pozitsiyani, ya'ni joyda almashtirib turish, shular potni o'ynashga kiradi. Hamma TDM turnirlar o'zi potni bo'ladi. TDM turnirlarda, ne to'g'ri TDM turnirlarda, oddiy TDM o'ynasalar ham birga bir o'ynaganlaringda ham bilsanglar, birinchi shot bergan odam, masalan, men shot berib qo'ydim, birini urib, shot olgan odam shoshilmasdan kutib o'ynaydi. Shot berib qo'ygan odam shot olishi kerak, shoshilib xato qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun ko'pincha birinchi shot olgan odam yutib ketadi, yutish ehtimoli balandroq bo'ladi. O'shaning uchun shoshilmasdan o'ynash kerak TDMda. Yana bitta muhim narsalardan biri, ko'pchilik TDMlar aytadi. Masalan, TDM
o'zlaringni kuchli iroqlar bilan o'ynasanglar optalashlar deydi, lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Nimaga desalaring, sababini ham tushuntirib beraman. Qaranglar. Masalan, sizlarni bilmadimmi, ko'pchilik menga o'xshaganlar masalan yutqazsa tiltga tushadi, yutqazaversa masalan shot beraversa, 2-3 ta shot tiltga tushadi. Tiltga tushgandan keyin nima bo'ladi? Shot olaman deb shoshilasiz va dushmanga tayyor o'lja berasiz. Unda shot bor, u chiqmaydi va battar shot berib juda katta tiltga tushib qolasiz. Tilt nima? Tilt bu vohimi shunaqa narsa. O'shaning uchun bu shunchaki ham birinchi navbatda psixologiyalaring to'g'ri bo'lishi kerak. Bu shunchaki o'yin. Yutqazsalaring biron joylaring kamayib qolmaydi. Miyalaringda shu narsa tursin. Prosta yutishim kerak deylar, bo'ldi. Pakayf o'ynaylar. Unaqa berilib ketib, anaqa bo'lib ketib o'ynash shart emas. Bu oddiy o'yin. Bu shunchaki o'yin. Yana bitta maslahat sizlarga. Topdagi o'yinchilarning videolarini ko'ringlar YouTube'da, hammasiniki bor. O'zbek trenerlarning ko'rishlaringni maslahat bermayman. Dunyo toplarini ko'rsalaring o'zlaringga yaxshi. Masalan, men dunyo toplaridan ko'raman. 90 FPS, Kvara, Remot deganlarni qanday o'ynashni, pozitsiyani qanday almashtiryapti, mashlarni ko'rib, o'rganib olsalaring o'zlaringga yaxshigina olib olasizlar. Ekraninglarni, ya'ni giroskopni mamnaqa qaltirab bitib o'ynasanglar, regada buni ham katta foydasi bor. Timboli headshotda o'chirilgan va giroskoplaring foizi balandroq bo'lishi kerak, mana ko'ryapsizlarmi? Qo'llaringni qaltiratinglar. Ko'rgansizlar shunaqa videolarni, qo'l qaltiraydi o'ylaysiz, lekin ular ataylab qilishadi, chunki shunday qilib o'ynasa, rega normalligina kuchayadi, ishoninglar. Topdagi temirlar ham dunyo topini aytyapman. Shunaqa qilib o'ynashadi. Men ham shunga o'rganyapman. Giroskop foizi baland bo'lishi kerak. Mashq qilsalaring 1-2 kunda sizlar ham o'rganib olasizlar. Bu juda qiyin narsa emas. Oddiy arena bosib ham mana shunaqa qilib o'ynab ko'ringlar. Sizlarga bu yana bitta kichik maslahat desanglar ham bo'ladi. Chustительный masalasiga keladigan bo'lsak, fronta streamerda chustini olib, xuddi o'shanday regam o'shanday bo'ladi deb o'ylamanglar. Qo'yib ko'ringlar. Masalan, men ham Teotimurda chustini qo'yganman, menga tushmagan. Nimaga? Chunki Teotimurda chusti 240 giroskop men uchun juda sekin. O'shaning uchun 375 ga 380, 370 har zamonda ashni tushirib balandroq giroskopda o'ynashlarini tavsiya qilaman. Chunki mana ekran oson bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Titratib o'ynash osonroq bo'ladi. Qo'llaring charchab qolishlari mumkin, charchab qolishi mumkin. Bor-yo'q 10 minut o'ynaysizlar, o'tading 10 minut ham ba'zida. Xuddi shu gap. Qo'yib ko'ringlar, o'zlaringga yoqqan trenerni cho'sini. Regalaring normalniy bo'lsa, 2-3 ta match o'ynab ko'ringlar. Normalniy bo'lsa, qo'linglar. Agar bo'lmasa, o'zlaringni cho'slaringni yasashing, taxlashinglarni maslahat beraman. Agarda tushunmasanglar, menga Telegramdan yozsanglar, hammaga o'rgataman. Qanaqa muammo bo'lyapti yokida video qilib chiqaraman. Men yaqinda PUBG'dan ketyapman. Shunga full masalan 2019-yildan beri o'ynayman. 5 yil bo'larmi, 6 yil. Shuncha yillik opitimni sizlarga qancha o'rgangan opitimni aytib o'tib ketaman. O'sha gap TDMda psixologiya juda katta rol o'ynaydi. O'rtaga biron nima qo'yilmagan yutqazsalaring, ich joylaring kamayib qolmaydi. Prosta yutishim kerak deylar. Shu gap. Men bu gaplarni kimdan eshitgandim? Toksikdanmi? Qaysidir anondan eshitgandim. O'zim ham shunaqa fikrda edim. Sizlarga hech kim aytmaydi, ishoninglar. Bu sirlarni hech kim aytmaydi. Mana ham chustimni qo'yib ko'rsalaring bo'ladi. Qiziqsalaring mana bunaqa titratib o'ynashga, hozir chustimni videoda ham berib o'tib ketaman. Pauza qilasizlarmi, nimadir qilib o'ynaysizlar. Keyin yana bitta narsa analik. Analik nima? Joystick. Joystickni ko'rinadigan qilay. Joystick. Joystick kichkina bo'lgani ma'qul. 100% ham 150% gacha kichkina bo'lgani ma'qul. Aynan regalaring normalni qilmoqchi bo'lsalaring, to'g'ri aytishlaring mumkin, joystick katta, kuchli iroqlar ham bor, lekin ular aynan mana bu stilda o'ynamaydi.
top 1da turadigan 90 FPS mana shunaqa stilda o'ynaydi. Qaranglar. Analik deyiladi shu joystickda. Bu ham juda katta rol o'ynaydi, ishoninglar. Shu 100% dan 150% gacha bo'lgani ma'qul. Keyin qaranglar. Pik qilish, full terem nastroykani, PUBG ichidagini aytib o'tib ketay sizlarga. Qaranglar. Bu optimizatsiya emas, nastroyka deyiladi. Optimizatsiyani xayolingizdan chiqaringlar. Qaranglar. Scope mode. Bu holdga turgani ma'qul. Nima desalaring? Bosib tursalaring ochiladi. Mana bu ADS обязательно ochiq bo'lishi kerak. Chunki uni o'chirgan paytlaring mana bu qimillamaydi qo'llaring bilan. Faqat giroskop bilan qimlata olasizlar. Qo'llaring tekis bo'lishiga yordam beradi. Keyin pikniki ham shunday. Bossalar yana bo'ladi. Lekin qo'llaring bilan buraman desalaring, bura olmaysizlar. Giroskop bilan. Bitta chamiz, headshot o'yin uchrasizlar, faqat TDMda muhim o'yinlar bo'lsa uchrasizlar. Keyin sprint sensitivity. Bu nimaniki desalaring, bu joystick deydi. Ana bo'ladi. Bu 89-95 gacha bo'lgani ma'qul. Masalan, men 89-90-91 har zamonda almashtirib o'ynayman. Bu TPV FPP larga tegmas. Tegmaylar, turursin. Bu narsani o'chirib qo'yinglar. Aim assistni bitta hech qanaqa nastroy qolmadi. Bitta qolmadi nastroyga. To'rt barmoq. Ko'pchilik to'rt barmoqda o'ynaydi. To'rt barmoq Class Fightda 5 barmoqdan ko'ra yaxshiroq, lekin pik qilmoqchi bo'lsalaring 5 barmoq yaxshi. 5 barmoq bila uzuram, tilim yaxshi kelishmayapti promo yozganimga. Oldin 5 barmoqda o'ynaydim. Hozir 4 ga o'tganman. Sababi 5 ta Class Fightni qilish sal qiyinroq. 4 qulay deb o'ylayman. O'zim ham 4 ga o'tdim, 3 oy bo'ldi. O'rega normal. FPS ga keladigan bo'lsak, amnalida turi bir amnalinadan keyin yangilanishdan keyin ko'pchilik telefoni 60 FPS bo'lgan. 45 FPS dan normal o'ynasa bo'ladi, chunki men oldin 45 da o'ynardim. Yaxshigina haydlar berardim. Tanimaysizlar, taniganlar biladi. Xo'sh. TDMda qanday rol o'ynaydi FPS desalar? TDMda ham rol o'ynaydi. 100% dan 30% device FPS ga bog'liq, 70% o'zlaringning psixologiya optlaringga bog'liq. Bu fakt, hech qanaqa kulgili narsa emas, fakt deyiladi. Hech kim aytmaydi sizlarga bunaqa ma'lumotlarni. Prosta hamma kuchli igrok bo'lsin deb o'ylayman. Keyin yana nimalar qoldi? Keyin Instagramdagi content makerlarga ishonmanglar. Hech qanaqa nastroyka, optimizatsiya degan narsa yo'q. Prosta telefon va PUBG nastroykasi bor. Uni Telegramga o'tsalaring, o'zim ham o'rgata olaman. U optimizatsiya deyilmaydi. Shu gap do'stlar, bugungi video shundan iborat bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna, like bosib qo'yinglar. To'xtanglar. Sizlarga pik qilishni o'rgatay. Bilmaganlar uchun bu. Chetga olasizlar. Aynan teremni o'ziga kirib tushuntirishga ko'p vaqt ketib qoladi. Uni boshqa videoda qilamiz. Kommentariyada sizlarda qanaqa muammo bo'lyapti teremda yozib qoldirsalaring, men balki keyingi videoda chiqararman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga bitta obuna, like, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar. Chustvoyetni upravleniyamni berdim. Agar ishlamasa, Telegram kanalimda yangisini tashlab qo'yaman. O'sha gap sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammaga ham ishonavermanglar. Bye.